Ikkinchi turmushimning birinchi oilasidan uzr so'rayman. Ra'no Yerasheva shaxsiy hayoti va boshdan kechirgan qiyin kunlari haqida. Dunyo qarashlarimiz to'g'ri kelmadi. Haqiqiy muxlislarim hayotimni juda yaxshi bilishadi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahridanman. Hayotimning yashiradigan yoki xijolat bo'ladigan joyi yo'q. 18 yoshimgacha akalarim hamma narsani taqiqlab, hech narsaga ruxsat berishmagan. Keyin o'g'limning otasi meni yaxshi ko'rib qolgan. U kishi hamma narsaga ruxsat beraman, o'qitaman, Parijlarga olib boraman degan. 18 yoshli qizcha sifatida jurnalist bo'lishni, o'qishni va Parijga ketishni xohlaganim uchun unga turmushga chiqishga rozi bo'lganman. Biroq rashk tufayli turmush o'rtog'imdan juda ko'p kaltak yerdim. Tan olishim kerak, o'zimning ham tilim bo'lgandir. Hozir yoshim katta bo'lganda xatolarimni his qilyapman. Bundan 45 yillar avval xotinlar o'tirishlari bo'lardi. Aktyorlikka qiziqib, monologlar, she'rlar yozib, o'qib yurgan kezlarim edi. O'zimni maqtash bo'lmasin-u, davraning guli bo'lardim. O'tirishlarida o'rtoqlari va ularning rafiqalari kelindan bitta she'r yoki xirgoyi eshitaylik deyishsa, ichimga sig'may, o'zimni ko'rsatish uchun she'r, monolog o'qirdim. Uyga qaytishda esa yo'l bo'yi kaltaklanib kelardim. Shuning uchun yana shunday bo'ladigan bo'lsa, keyingi o'tirishga bormayman derdim. Unday desam ham men bilan yurishdan or qilyapsanmi deb yana kaltaklardi. Kitob o'qisam, kitoblarimni otib yuborardi. Hamma narsani faqat moddiyat va pul bilan o'lchaydigan odam bilan ma'naviyat, she'riyat, adabiyot hamda san'atga ishqiboz insonning dunyoqarash to'g'ri kelmadi. 21 yoshimda rahmatli qaynotam 8 sotixli, 4 xonali chiroyli hovli joylar qilib bergan. Uy to'ylari ham qilib bergandi. Ajrashdik. Dunyoqarashlarimiz turlicha bo'lgani uchun ikki tomonga ketdik. Aktrisa ikkinchi turmushi bilan ham ajrashganmidi? Ikkinchi oilam Madinaning otasi bilan Said Muxtorovning jamoasi bilan Bekobodga to'yga chiqqanimizda guruhimizni militsiya xodimlari ushlab olganida tanishganmiz. Hayotda moddiy qiyinchiligim bo'lmagan bo'lsa-da, qiziqish sabab to'ylarga borishim edi. Bu mening ikkinchi yoki 3-marta to'yga chiqishim edi. Keyin hammamizni so'roq qilishdi. Meni ham bo'ylari baland, istarali, yaxshi bir kishi so'roq qildi. Xonada o'tirsam, menga qarab, bir oilani boshqaradigan tuppa-tuzuk qiz ekansan. Nima qilib yuribsan otarchi bo'lib, dedi qo'pol ohangda. O'zimni oqlashga urinib, teatr oliygohda o'qishimni aytdim. U esa o'qishimga va uyimga xat yuborishini aytib, meni qo'rqitdi. Shunda Toshkentda o'qish uchun ming azobda kelganimni, 2 bolam bilan sarson bo'lib, qiynalib, erim bilan ajrashib kelganimni aytdim. Shu tariqa u inson bilan tanishib, so'ng oila qurdik. Men to'ylarga chiqishni yig'ishtirdim. Ijodiy karyeramni davom etdim. Oradan yillar o'tib, 56 yoshida turmush o'rtog'im dunyodan o'tdi. O'shanda qizim Madina 18 yoshda edi. Ikkinchi turmushimning birinchi oilasidan uzr so'rayman. Xom sut emgan bandaman. Mening ham gunohim bordir. Chunki Madina Mumtozning dadasi bilan turmush qurganimizda ularning oilasida kelishmovchilik bo'layotgan edi. Turmush o'rtog'im bilan oilasi notinch paytda duch kelib qolganman. Qo'ylar so'yib, osh berib, nikoh o'qitib menga uylangan. Lekin o'sha paytda o'rtada bolalari bor edi. Keyinchalik u kishi oilasi bilan yarashdi. Hayoti ham o'z o'rniga tushib ketdi. Bizda shunday vaziyat bo'ldi va keyinchalik ham shunday holatda yashadik. Farzandlari ham juda yaxshi, hammasi oliy ma'lumotli. Turmush o'rtog'im ham juda yaxshi inson edi. Ehtimol uning oilasi mening borligimni bilgach, dili og'rigandir. Ulardan uzr so'rayman. U ayol hali ham hayot, umrlari uzoq bo'lsin, bolalariga bosh bo'lib yursin. Yoshlik qilib qilgan xatoyimni kechirishsin. O'sha paytda musofir yurtda meni qo'llaydigan hech kimim yo'q edi. Men u insonga pul yoki uy-joy qilib berish uchun turmushga chiqmaganman. Chunki hamma narsam yetarli edi. Birinchi turmushimdan ajralganimda hovlining yarim pulini ham berishgandi. Meni qo'llab-quvvatlagani, tushungani uchun Bahriddin aka bilan hayotimiz bog'langan edi, deydi Ra'no Yerasheva. Farida Afruz eng yaqin insonim. Farida opani hammadan qizg'anardim. Har doim ularning diqqat e'tibori menda bo'lishini, ko'proq men bilan suhbatlashishni xohlardim. Hozir ancha ulg'ayib, hayotni tushunib qoldim. Farida opaning bir qanoti men bo'lsam, yana bir qanoti Zulayho Boyxonova.
Farida Afroz qayerga, qaysi tadbirga borsa, demak, Ra'no Yarash va ham keladi deyishardi. Biz mana shunday kun tun hamroh bo'lganmiz. Oxirgi vaqtlarda o'zimiz nabiralar bilan bo'lib biroz uzoqlashdik. Do'stlarim orasida hatto opa-singillarimdan ham ko'p ko'rishadiganlarim O'zbekiston xalq artistlari Zuhra Ashurova va Muqaddas Xoliqova hamda Botir Muhammadjonovdir. Ularga suyanaman va ularga ishonaman. Boshqa do'stlarim ham yo'q emas, lekin favqulodda vaziyatlar bo'lib qolganda ularga murojaat qila olaman. Avtohalokatga uchraganimdan so'ng filmlar ssenariysiga e'tibor beradigan bo'ldim. 2006-yilda yangi hovliga ko'chgan edik. Uyimizda sumalak qilinayotgan edi. Men o'sha kuni ham xizmatga ketayotganimda yo'lda avtohalokatga uchradim. Hushim joyida edi-yu, lekin oyoq qo'llarim singandi. Bu hodisa yuz berishidan biroz avval Sevinch filmida rol ijro etgandim. Unda qahramonimni mashina urib ketadigan sahna bor edi. O'shanda yuzlarimni ko'kartirib grim qilishgandi. Oradan ko'p o'tmay hayotda ham kinodagi grimga o'xshash holatga tushdim. Meni birinchi bo'lib ko'rgani kelgan Muqaddas Xoliqova, Mahfuza, Zuhra va Saida opalar Sevinch filmidagi holatga tushib qolganimni aytishgandi. Bu voqeadan keyin menga kinolardan taklif tushsa, majruh, nogironlik arvajasida o'tiradigan, og'ir kasal bo'ladigan yoki film yakunida vafot etadigan qahramonlar rolini o'ynamaydigan bo'ldim, deydi aktrisa.